asıbda yo'q bo'lgan narxlarda sizlarga shuni sotamiz. Shuni ichida uyingizni olib borishi, o'rnatish hammasi tekin. 2, 3 iyun kunlari hamma mebellarimiz yana 6 oy foizsiz bo'ladi. Diyorbek uxlab qolibdi-ku bey. Assalomu alaykum Hazarasp xalqi. Sizlar uchun ajoyib yangilik aytganmiz. Ya'ni Hamroh savdo markazi sho'da katta mebel do'kon ochdi. Ya'ni mebellari joylashtirib ko'pmiz bu yerda. Hozir video davomida sizlarga batafsil ma'lumot beramiz. Hozir to'y sezoni boshlangan. Shuning uchun uyingizga kerak bo'lgan spalniy garnitur deysizmi, shkaflar deysizmi, ugaloklar, detskiy mebellar hammasidan bor. Shularni birgalikda sizlar bilan obzor etamiz. Gittik. Bu yerda ko'rishlaringiz mumkin. Kuxinniy ugalok, keyin mehmonxonangiz uchun bu yerda yakka shkaflarimiz bor. Bu taraflarda esa yaqinda to'y ataman deganlar uchun spalniy garniturlar bor. Eng zo'r joyini aytib o'ting. Hazaraspda yo'q bo'lgan narxlarda sizlarga shuni sotamiz. Bu yerda narxlardan biri ko'rsatib o'tamiz. Qarang, bu spalniy garniturimiz 11.400.000. Agar naqd oladigan bo'lsangiz, buni chegirmatib beramiz. Keyin zo'r tarafi bugun 30 may kuni barcha turdagi mebellarimizni 006 da xarid etishingiz mumkin. Endi uspet etmasliklaringiz mumkin. Lekin sizlar o'ylagan holda 1, 2, 3 iyun kunlari hamma mebellarimiz yana 6 oy foizsiz bo'ladi. Ko'ringlar ish narxi. Shu narxdan hech o'zgarmaydi. 11.400.000 6 ga bo'lasizlardan xarid etsangizlar bo'ladi. Plus uyingizga olib borib o'rnatib berish ham tekin bo'ladi. Bir yandan gittik, mebellari hammasini ko'rsatib o'tamiz. Diyorbek uxlab qolibdi-ku bey. Yana ko'ringlar, hurmatli obunachilar, bu bizani toza ishchimiz. Xudoga shukr, zo'r ish bo'lib chiqdi-dan bu. Sizlar uchun har kuni kechasi kunduzi xizmat etib turibdi. Shularni bir taqlashtiring, xalqimizga yangiliklar aytib o'ting degan maqsadda kechasi kunduzi ishlab, shu yerda uxlab qolibdi. Diyorbek, turkaning. Axir videoni obzor etib mebellarni ko'rsatsak edim. Sen ham turkaning bir ishga suratlardasan, kechasi kunduzi ishlab, yana uxlab qolibsan bu yerda. Ne gapsiz? Assalomu alaykum, kameram tayyor-ku. Assalomu alaykum. Hurmatli mijozlarimiz, bizlar o'zi Hamroh savdo markazini biladilar-ku. Hamroh mebel tashkillashtirdik-na. Yosh oilalar o'ylagan holda, uylanamanda birga yigit kishilarimizni o'ylagan holda yana qulayliklar ko'paytdik ilhoma. O'zingiz bilasiz, toza tovarlarimiz keldi. Yana aytganingizdek, xorib bir zaman bir damalamanda yotib qolibman. Bir ko'rsatib o'tadimiz, hozir xudo xolasini o'tib oling deb. Bo'ldi. Xabardor. Kelaring. Uxsirab yurganing yo'qmi hech qilib? Ha, cho'tki hammasi. Inan bir vaz bilan cheklanmagan har xilisidan bor. 2-3 vaz emas, 10-15 xil variantimiz bor. Agar yo'q, bu yerdagi vazlarni xohlamasalar, katalogga ko'rsatsangiz kelaradi. Bizda yangilanish ko'p bo'lib turadi. Misol, bu satildimi, satilgandan keyin 10 dan boshqa 8 zo'r niya 5 vazda kelib turadi, sifatli vazlar. Tozalanib turadi tovar, aytchaqim. Tushundim. Endi aytchaqim, mebellari turlari ko'p, hali bu sklad ham katta, kelib ko'rsangizlar, bilasizlar. Bundan tashqari ham hali endi bu yerga sig'dirib bilmagan mebellarimiz bor dejak. Har katalogdan ko'rib, tanlab, xohlasangiz olsangiz bo'ladi. Bularni keyin o'rnatish, uyini olib borib o'rnatib berishlar hammasi tekin. O'zimizni olib borib xo'shaytib, urmay kirchmay olib borib o'rnatib beramiz. Axşam kechasi bilan falan ugaloklar ham taxlashtirib soldik. Santimetr katta, bu narsalar talab ko'p bo'lgandan keyin, inan bu yakka devorlarimiz. Inan. Yana kichkina bolalarimiz chaqmoq. Endi bu ko'pchilik endi 1-iyunga o'tib bolalarni xursand etish uchun oladilar. Bolalar bayrami. Agar bolalaringizni xursand etaman desangiz, detskiy mebellarimiz ham bor. O'ylanglar, panda. Bular komplekt bo'ladi. Dasturlama ustal kursisi, keyin divani bor, yana bunisi bor agar shohxonasidan desangiz, keyin pandalar turlari ko'p bular. 2-3 ni ko'pmiz, bemalol ko'rib asoslar bo'ladi bayramda bolalaringizni xursand etish uchun. Diyorbek, videoning boshida aytib o'tdim, men Hazarasda yo'q narxlarda mebellar eng arzoni bizda deb aytdim. Endi eshitdingmi yo'qmi bilmasam uxlab atlaring. Hozir bu yerda video davomida narxini hisob-kitob etib ko'rsatamiz. O'zi buni tan narxi 9.660 edi. Buni agar naqd olaman degan mijozlar bo'ladigan bo'lsa, buni pulimdan qaytib hisoblab beramiz. Mana pulini qaytadigan bo'lsak, 8.880.000 so'm bo'lar ekan.
Şunu içində uyinizə aparaşı, o'rnatish hammasi tekin içində bo'ladi. Endi yo'q, 006da xarid etaman degan mijozlarimizga Ha, oyna hisoblab bering sizning Bo'ldi. 006da bo'ladigan bo'lsa 9 million 6. 660 bo'ladigan bo'lsa, shuni dik o'zini 6ga bo'lamiz. 1 million 610 ming so'mdan tushadi. Ana. Ba'zi bir joylarda 006, 012 aytamiz deydilarda ustuna palonchali foiz qo'yib, keyin bo'lib beradi. Bizda u narsa yo'q. Hozir ham shu narxda turibman. 6 oy foizsiz bo'lib to'laydidan shu narxi o'zini dik 6 oy bo'lib beramiz. Agar oylik to'lov kamroqdan tushsin desalar 12 oy ham bo'lib beramiz, lekin ustamasi bo'ladi 12 oylikda. Sizlar alda bunday sotganda foyda yo'q deyarlik to'g'risi. Biz ham mijozlar hamma vaqt o'ylaymiz. Yani gaplaring bo'lsa aytib o't Diyorbek. Ya ugaloklar ham bir ko'rsatib o'tasiz misol uchun. Например, Bo'ldi. Keling. Ugaloklarimiz ham shunchaki. Har xil turdagisi bor ugaloklarga. Bu 5640 sotilib turibdi hozirda. Ina maqtasangiz, aytib o'tgan Ilhom aytib o'tgandek 8% chegirmasi bo'ladi narxda. Agar yo'q 6 oy olaman desangiz 5640 o'zini tannarxini bo'lib berasiz. Oldindan to'lov qilmaysiz. Indikodan to'lov aytasiz, olib borib mana ish ko'ryapsiz, uyingizga boradi. Ish qilib. Aldab turib, bir de biraz ko'rsatib turib, uyingizga sifatsiz narsa bormaydi. O'zingiz ko'rib, tanlab, yakka rangini olib borib beradi, xudo xolasa, taxlab. Buni ham naqdlardan bo'lsa-da, rasmiy arzon bo'ladi ekan, 5 million 180 ming so'm bo'ladi ekan. Bemalol kelib asoslab oladi. 6 oy ham foizsiz beramiz, 1-chi, 2-chi, 3-chi iyun kunlari. Endi hamrohi o'zinda 12 odamlik stol-stullar bor, boshqa mebellar bor, kacheliklar bor. Ular ham 6 oygacha foizsiz bo'ladi. Hamrohi o'zini tashrif buyursangizlar, bu yerdagi mebellar ko'raman desangizlar, o'zimiz kelib olib boramiz. Keyin agar mabodo bu yerga gap qilsangizlar, toza shtrafnoy bermazini aytib o'tdikmi yo'qmi aniq yodimda yo'q. Shtrafnoy bor, toza shtrafnoy, shuni yanında hamroh mebel ochganmiz biz. Ko'pchilik xabari bordir, ko'pchilik xabari yo'qdir. Agar bu yerga kelib qolsangizlar 95 dan 316 45 55 ga telefon ursangizlar, biza 1 minut ichida kelamiz. Sababi hamroh bir ikkisining oralig'i 200-250 metr atrofida chiqadi. Bemalol kelib mahsulotlarimiz xarid etsangizlar bo'ladi. Bundan tashqari maishiy texnikalarimiz ham maxsus chegirmalar, qo'shib parado sovg'alar ham tashkillashtiryapmiz 1-chi, 2-chi, 3-chi iyun kunlari. Bizlar sahifalarimizga obuna bo'ling. Agar shunday mebel qarab yurgan yaqinlaringiz bo'lsa, videoni ulashib qo'ying. Ular uchun ham manfaatli bo'ladi. Boshqa maishiy texnika kerak desangizlar, bemalol boraverasizlar do'konimizga. Hammasini chiroyli narxlarda sizlarga xohlasizlar bo'lib to'laylik, xohlasizlar naqd shaklda sotib qolamiz. Hammangizni kutamiz, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.